mayli edi boshqa davlatning rahbarini so'ksa hamda ikkita haram hududi shu yerda-da. Shular rahbarlik qilib o'tiribdi-da hozir mana bunday qaraydigan bo'lsangda. Tramp Saudiya shahzodasini haqorat qildi. Arablar shundan xulosa chiqarib, Saudiya ertaga boshqalar bo'lmasligi uchun oxir-oqibat arab davlatlari birlashishi mumkinmi deb so'rashdi. Qarang, mana arab davlatlariga, xususan Saudiya Arabistoniga eng ko'p qurol yetkazadigan davlat qaysi degan savol orqali kelsak, bu tushuncha aniq bo'ladi. Ya'ni sizga ham bir necha 10 yillar davomida, 60-70 yil davomida bittagina davlat harbiy qurollarni yetkazyapti. Harbiy qurollarni yetkazdi degani, shu qurollarga mos infrastrukturani qurban berdi degani. Shu qurollarga mos harbiylarni jo'natdi degani. Shu qurollarga mos harbiy taktikani o'rgatdi degani sizga bu narsalar. Va Iron bilan urushib turgan ekan, bunday vaziyatga yo'l qo'yib berganligi uchun haqorat qila oladi. Qayerga ketadi hozir? Saudiya shunaqa paytida. Bo'ldi, men ketdim, borib o'zing boshqardik degan bo'lsa, deylik, Saudiya Arabistonining ahvoli yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham churq eta olmadi. Shuning uchun ham ya'ni davlatning siyosiy rahbarlari shu darajada adolatli bo'lish kerakki, o'zining harbiylaridan qo'rqmaslik kerak. O'zingning harbiylaringdan qo'rqib boshqa birovlarning harbiylarini olib keladigan bo'lsang, haqorat qiladi, chidaysan keyin. Qarang, haqoratning ham boyagi Epstein variantida G'ayrat aka bularda bor-ku. Shular bilan nima qilib hamkorlik qilib endi o'ylanish kerak, boshqa nimalar ham o'ylanish kerak. Musulmon davlatlari. Albatta, u hali bu ochiq aytayotgan gap. O'zining xonasida galstuksiz uchrashganda bundan ham beshbatar gaplarni aytadi. Shuning uchun hozir Iron bilan eskalatsiya bo'lib turgan paytda shuncha qurolingni olib kelib qo'yib, hamma o'sha knopkalar deymiz, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lda turar ekan, so'kadi ham, tepadi ham bitta joyingga, indamay turasan. Iron bilan mojaro to'xtaguncha. Lekin bu jiddiy xulosalar qilishga hozirdan aytish mumkin. Jiddiy xulosalar qildi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerga qurol olib kelishdan maqsad Isroilni himoya qilish. Tamom, boshqa maqsadi yo'q ekan bu davlatning. Endi bundan buyog'iga asta-sekinlik bilan diversifikatsiya boshlanadi. O'zlari qurol ishlab chiqaradi, biroz vaziyatni erkinlashtiradi. Musulmon davlatlari o'zi qurol ishlab chiqarib bir-biriga sotadi keyin. Iron bilan ham urushish kerak emas, ana modern davlatlarning yonida. Sal bir strategik o'ylash kerak emasmi, uzoqroq. Endi mayli edi boshqa davlatning rahbarini so'ksa hamda, ikkita haram hududi shu yerda-da. Shular rahbarlik qilib o'tiribdi-da hozir mana bunday qaraydigan bo'lsangda. O'zi buni necha yil oldin Alixon To'ra Sog'uniy ham aytgan o'zining Tarixiy Muhammadiy asarida. O'qib ko'radigan bo'lsangizlar, bular haqida juda ham achinib gapiradi.